Hammaga salom akalar, sizlar bilan bugun yana Kenzo. Akalar, xuddi shu ko'rib turgan titullarni olishni tez va oson yo'lini o'rgataman. Akalar, birinchi o'rinda biz достижение bo'limiga o'tib olamiz va bu yerdan o'sha titulni qidiramiz. Mana o'sha titul. Bu yerda nimalar deyapti? Solo holatda rankingiz platinadan baland bo'lgan holatda o'ynashingiz kerakligini aytayapti. Akalar, bu platinadan baland bo'lmasa bu missiya umuman bajarilmaydi. Buni keyin eng oson karta, bu missiyani bajarish uchun eng oson karta bu Nusa kartasi bo'lib, bu karta ham tez tugab, ham botlar ko'p tushishi bilan sizga o'ta katta yordam beradi. Akalar, keyin yana bir narsa esingizda qolsin, o'yinda oxirida birga bir qolgan vaziyatda otishingiz kerak. Xuddi shunday qilib 10 ta qurolda otib chiqishingiz kerak bo'ladi odamda. Har bitta kartada alohida o'ynab birga bir vaziyatda otishingiz kerak bo'ladi. Bu достижениeni qilish qiyin, shuning uchun noyob deyiladi akalar. Hop, qaysi qurollarni otish kerakligini men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Birinchi o'rinda hayishga. Nega hayishga? Chunki bu bilan ancha-muncha odamni o'ldirish qiyin, shuning uchun. Ikkinchi o'rinda arbalet. Arbalet ham qiyin, oson emas. Uchinchi o'rin pichoq. Pichoq bilan eplasangiz bo'ladi. To'rtinchi o'rin pistolet. Pistolet osonroq har holda bulardan ko'ra. DBS'da har xil turda otsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Keyingisida AVM, snayperskiy qurollardan farqi yo'q. Xohlaganingizda otaversangiz bo'laveradi. Keyingisi hammamiz biladigan 5-1 quroli. Kutilgan daqiqalar va o'sha hammani sevimli qurol Inter-16 hamda Uzi va mashinada ham qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik qiladigan xatosi bitta matchda o'zida hamma qurollarni o'ynab tashlaydi va menga titulni bermadi, men titulni ola olmadim deb aytishadi. Yo'q, bunday qilinmaydi. Har bitta matchda oxirida birga bir qolgan odamingizni xuddi shu qurollar bilan o'ldirishingiz kerak bo'ladi. O'sha rasmda ko'rsatgan qurollarim bilan o'ldirasiz. Bitta match o'ynab, oxirgi matchda oxirgi birga bir qolgan odamni otishingizga to'g'ri keladi. O'zingiz tushungandirsiz degan umiddaman. Akalar, xuddi shunaqa qilinglar, bo'lmasa umuman titulni ola olmaysizlar. Akalar, videoda ham shu joyda tugatadigan bo'ldik. Oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Videoda boshida ko'nglingizni siqib aytgim kelmadi-yu, endi aytishga majburman. Akalar, videoga like, obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bro, ko'rganingiz uchun kattakon rahmat, addushi. Hammaga bay bay, sizlar bilan Kenzo bo'ldi. Xayr akalar.